Assalomu alaykum, kanalimiz tomosha. Mana biz bugun Andijon shahrida bu obyektimizga 25 kvadratli quyosh panelini o'rnatib beryapmiz. Kanalga obuna bo'ling, videoga like qo'yib, hashtag yuborib qo'yinglar. Demak, bu yerda 25 kvadratli panelimiz LG Haymo Exxon qo'yib berganmiz. Bunga 30 kvadratlik invertor qo'yib bergan, invertori jami bo'lib 97 million so'mga tushdi. Xo'sh, buni qaysi tarzda qo'yilgan? Demak, ularda profil naugolinlardan foydalanib, bularni kraslar berganmiz. Bunga endi yonmas kabellardan ishlatib, o'zini alyuminiy kriplardan ishlatib qo'yib beryapmiz. Hozir pastga tushib, agar markazchi bolalar o'rgatgan bo'lsa, ularni ham invertor qaysi tarzda o'rnatilgani, qanday o'rnatilganini ko'rsatib o'tamiz. Invertorda oldigan tushib oldik. Invertorimiz 30 kvadratli bo'lib, invertor shu tarzda o'rnayapti mana. Xo'sh, bizning shitimizni ko'rishlar mumkin. Bu yerda mana AC avtomat, pedallar, DC avtomatlar va chaqmoqdan himoya qo'yilgan. Bu albatta hali 100% tugatilmagani, xudo xolasa bo'lib tugatib videoga topshiramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, tashlayib bitta jo'natib qo'yasizlar. Hammaga rahmat.